Arman Jumaguldiyev jinoyat olamida Diki Arman laqabi bilan tanilgan Qozog'iston jinoyat tarmoqlaridan chiqib Markaziy Osiyoning soyali geopolitik o'yinchisiga aylangan shaxs. U 1984-yil 4-oktyabrda Shimkentda tug'ilgan. Uning ismi dastlab mahalliy sportchilar, keyin esa butun Markaziy Osiyo jinoyat tarmoqlari orasida qo'rquv va kuch ramziga aylandi. Uning faoliyati 2000-yillarda boshlandi. Arman professional bokschi sifatida tanilgan, lekin sport bilan birga u ko'cha tizimiga ham kirib borgan. 2005-yildan boshlab Olmaota bozorlarida, tungi klublarda va valyuta ayirboshlash joylarida himoya tizimini o'rnatgan. U to'lov evaziga tinchlik prinsipini joriy qilgan. Bu tizim keyinchalik butun Qozog'iston qora iqtisodiyotiga yoyiladi. 2010-yillarga kelib u Loto Guli, ya'ni Nadir Salipov va Kavkaz mafiyasi bilan aloqalar o'rnatgan. U Qozog'iston va Rossiya orasidagi korrupsiya yo'llarini nazorat qilgan. Ayrim manbalarga ko'ra, uning tarmog'i orqali har oy 20 million dollarlik naqd pul aylanmasi bo'lgan. Shu mablag'lar Dubay, Kipr va Istanbuldagi kompaniyalar orqali yuvilgan. Diki Arman nafaqat jinoyat olamida, balki siyosiy va iqtisodiy doiralarda ham o'z ta'sirini o'tkazgan. U ba'zi yirik tadbirkorlarning biznesini himoya qilgan. Ayrim siyosiy guruhlar esa uning kuchidan norasmiy vosita sifatida foydalangan. 2015-2020 yillar oralig'ida u Qozog'istondagi ko'plab tenderlar, savdo markazlari va yer bitimlarida yashirin arbitraj rolini bajargan. Ammo 2022-yil yanvar voqealari hammasini o'zgartirdi. Olmaotadagi tartibsizliklar chog'ida u ko'chadagi mitinglar orasida paydo bo'ldi. Kimdir uni xalq tarafida, kimdir esa ko'chadagi qudratli o'yinchi sifatida ko'rdi. O'sha paytda uning odamlariga qurol tarqatilgani, ba'zi binolarni nazorat ostiga olgani haqidagi videolar tarqaldi. 7-yanvar kuni u hibsga olindi. Sud jarayoni 2023-2025-yillar oralig'ida davom etdi. Tergov materiallarida u tartibsizliklarni uyushtirish, noqonuniy qurol saqlash, jinoyat uyushmasini boshqarish moddalari bo'yicha ayblandi. 2025-yil 27-yanvarda sud hukmi e'lon qilindi. Diki Arman 20 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Unga tegishli hisoblar muzlatildi. Kompaniyalar yopildi. 14 nafar sherigi hibsga olindi. Shunga qaramay uning nomi haligacha yashab turibdi. U tuzgan tizimning ildizlari Qozog'iston va Rossiyada hanuzgacha mavjud. Ayrim bizneslar hanuz Armanning odamlari orqali boshqariladi.